Bir tovuqqa ham don, ham suv kerak deganlaridek, og'riqlarga to'g'ri muolaja kerak. Ko'ramiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan keldim. Reja bo'yicha keldim. 3 yil oldin ham kelib ketdim. Juda yaxshi bo'ldim. Hozir mana 3 kun bo'ldi. Yengil bo'ldi hamma joyim. Nima muammolar bilan keluvdingiz? Dada, og'riqlaringiz qayerda edi? Og'riqlarim oyoqqa beryotdi, keyin boshimga beryotdi. Hozir boshlarim yengil. Oyoqlarim ham yengil bo'ldi. Bemalol yuraman. Sizlarga rahmat. Uyqularingiz qanaqa bo'ldi? Uyqularim zo'r uxlayman. Kechasi boshim og'rib, ro'mol bilan o'rab yotardim. Hozir yo'q, bemalol yotaman. 3 kun ichida? 3 kun ichida. Shunaqa yaxshi bo'lib qoldingiz. Sizga manfaatli bo'lganimizdan biz ham xursandmiz. Shifoli bo'lsin. Hali muolajalarimiz tugamadi, Xudo xolisa. Lecheniyadan davom ettiramiz. Tuzuk bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Dodamizning fikrlarini eshitdinglar. Sizlarda ham shunga o'xshash og'riqli bezovta qilayotgan bo'lsa, unda sizlarni skelet klinikasida kutib qolamiz. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.